Ha, mardikorni bolasi. O'zingcha kar qilasan. Turishing 450 mingdan-ku. Aka, nimaga unaqa deyapsiz? Rosti ham-da. O'zicha karillab yuradi, hech kimni mensimaydi. Kecha biznikida ota-bola mardikorlik qilgan. 450 ming pul uchun. Menga dadam 1 million bersalar ham o'sha ishni qilmasdim. Pulga muhtoj bo'lib turib, o'zingdan rahbar deb yoqasan. Rahbarlarning oldida o'zingdan kattani yasaysan. Asling kabi ko'rinaver, tushundingmi? Universitetda qanday bo'lsang ham men uchun oddiy bitta mardikorni bolasi. Bo'ldimi, gaping tugadimi? Meni shu paytgacha boyda bolasi deb o'ylarmiding? Men boyda bolasiman. Chunki dadam senlardan ortiq qilsa qildiki, lekin kam qilgani yo'q. Sen dadangning pullarisiz hech kimsan. Men ham hech kimman. Sen bilan meni farqim shundaki, men dadamning mehnatini qadrlab harakat qilaman. Sen dadang bergan pulni kayf safoga ishlatasan. Menga qara boyvachcha. Sen otangni boyligi uchun quvonasan. Men otamni borligiga quvonaman. Chunki senga o'xshab otamning puliga emas, balki o'zimga va mehnatimga ishonaman. O'zingni bosib olaver boyvachcha. Aka, nima qilgan taqdirda ham bu bola bu yerda o'zini mehnati bilan harakat qilyapti. Xavfsizda odamga.